Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Bir birodarimiz juda qiyin savol beribdilar. Yaqin qarindosh, aka-ukalari bilan Allohning dini borasida urushib qolishsa, nohaq tomon kufr so'zlar bilan Allohga va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nisbatan tuhmat so'zlari aytsa, hukmi qanaqa bo'ladi? Urushib qolgandan so'ng gaplashmasa durustmi? Avvalambor, bu yerda bir necha masalalar bor. Birinchi eng muhim masala Alloh va rasulini so'kishlik, Alloh va rasuliga tuhmat qilishlik masalasi. Ulamolar ijmo qilishgan, balki barcha ahli qibla ittifoq qilishganki, kimki Allohni yoki rasulini yoki dinini so'kadigan bo'lsa, bu inson kofir bo'ladi. Alloh taolo oyatda ochiq aytayaptiki: "Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Sizlar Allohning oyatlari va Allohni rasulini va oyatlarini ustidan kulasizlarmi? Uzr so'ramanglar, iymoninglardan keyin sizlar kofir bo'ldilar deb Alloh taolo oyatda laqad kafartum ba'da imanikum. Iymoninglardan keyin dar haqiqat, laqad bu tahqiq, ta'kid uchun kelyapti. Dar haqiqat sizlar shubhasiz kofir bo'ldinglar deb aytayapti. Kim Allohni ustidan kuladigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustidan kuladigan bo'lsa, ularga tuhmat qiladigan bo'lsa, bu inson kofir bo'lishligida shak shubha yo'q. Endi Alloh va rasulini so'kayotgan inson, tuhmat qilayotgan inson bilan siz gaplashmasa durustmi deyishligingiz emas, balki bu insonni shariatda Allohni va rasuliga tuhmat qilgan yoki Alloh va rasul ustidan kulgan inson bilan gaplashishlik emas, balki buni kallasini chopishlik kerak. Shariatda kimki Allohni ustidan kuladigan bo'lsa va tavba qilmaydigan bo'lsa yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustidan kuladigan bo'lsa va tavba qilmaydigan bo'lsa, bu insonni qatl qilinadi. Va yana qo'shimcha hukm Shayxul Islom Ibn Taymiyya rahimahulloh o'zining Soribul Maslul ala Shatimir Rasul, payg'ambarni so'kuvchiga yalang'ochlangan qilich degan nomida, qilich degan kitobida, kimki Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ustidan kuladigan bo'lsa yoki so'kadigan bo'lsa, ulamolar ijmosi bilan bu inson qatl qilinadi deb aytgan. Hatto tavba qilsa ham. Allohning ustidan kulsa, Allohga tuhmat qilsa, so'ng tavba qilsa, Alloh taolo kechirishligi mumkin. Chunki Alloh taolo oyatda yaghfiruz zunuba jami'a, Alloh taolo barcha gunohlarni kechiradi, tavba qilsa kechiradi degan oyatlarda ko'p bayon qilgan. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'xshagan inson xohlasa kechiradilar, xohlamasa kechirmasliklari mumkin. Hech qaysi bir insonga boshqa insonning nomidan kechirib qo'yishlik haqqi yo'q. Bir birodarimni, qo'shnimni falonchi so'kib qo'yadigan bo'lsa, so'ng men unga borib, men qo'shnimning nomidan sizdan kechirib qo'ydim deyishlikka haqqi yo'q. Hech qaysi bir qozi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'kkan insonni siz kechirildingiz, mayli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'kibsiz, kechirdik deb aytishlikka haqqi yo'q. Shuning uchun ulamolar ijmosi bilan kimki Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ustidan kuladigan bo'lsa, yoki tuhmat qiladigan bo'lsa, yoki ustidan kulib, yoki u kishiga yolg'on bir laqablar qo'yib ustidan kuladigan bo'lsa, bu inson qatl qilinadi. Allohni va rasulini so'kkan inson so'kkandan ham ko'ra kattaroq gunoh bormi? O'zini yaratgan zotini so'kib turgan bo'lsa, olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni so'kib turgan bo'lsa, biz endi bu bilan gaplashmaslik durustmi deb so'rashligimiz bu ayb bizga. Kim Allohni so'kadigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'kadigan bo'lsa, aslida shar'an bu qatl qilinishlik kerak. To'g'ri, biz diyorlarda shariat hali o'rnatilmagan, hali shar'iy mahkamalar bo'lmaganligi uchun biz bunga qatl hukmini joriy qilmaymiz. Bu ishni qozi qilishlik kerak, shar'iy hokim qilishlik kerak. Lekin hech bo'lmaganda bunga g'azab qilib, bu bilan gaplashmaslikni, balki Abdulloh ibn Umar o'zini o'g'liga: "Ey farzandim, bunday qilmagin, ayolingni masjiddan to'smagin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning bandalarini, ayollarini masjiddan to'smanglar deb aytgan" deganlarida Abdulloh ibn Umarning o'g'li: "Men juda ayoliga qattiq rashk qilganligidan men Allohga qasam ichib aytaman, men ayolimni masjidga chiqarmayman" degan. Rashk qilganligidan aytgan bu narsani. Abdulloh ibn Umar: "Allohga qasam ichib aytaman, men sen bilan hech qachon gaplashmayman" deganlar. Bitta sunnatni qilgin desa qilmayman deganiga
gaplashmaslikka qasam ichganlar. Biz esa Alloh va Rasulini so'kib turgan insonni gaplashmasam durustmi deb aytishlikka biz uyatishligimiz kerak. Alloh so'kinayotgan bo'lsa, Rasuli so'kinayotgan bo'lsa, biz esa hali u bilan yana gaplashishimiz kerakmi? Biz u bilan hali muomala qilishimiz kerakmi? Alloh va Rasuli so'kinadigan bo'lsa va biz ular bilan yana muomalani davom etib, gaplashib, yaxshi gapirib yuradigan bo'lsak, bu ummatda yaxshilik qolmabdi. Allohning kalimasini oliy qilib yuraman degan insonlar Alloh uchun jonini berib, Allohning kalimasi oliy bo'lsin, Alloh buyuk bo'lsin, ibodatlarimiz bilan Allohni kalimasini oliy qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan sunnatlariga tatbiq qilib yashab yuraylik deb yursak-ku, lekin boshqa joylarda Allohni so'kayotgan bo'lsa, Muhammad sollallohu alayhi vasallam so'kayotgan bo'lsa, biz esa hech bo'lmaganda mana shu gaplashmaslikni durustmi deb so'raydigan bo'lsak, bu ummatda qanday yaxshilik bo'lishi mumkin? Shuning uchun biz nasihat qilamizki, Alloh va Rasulini so'kkan insonlar gaplashishlik u yoqda tursin, ular bilan umuman muomala qilish kerak emas. Insonni Allohga nisbatan muhabbati bo'lmasa, shu darajada Allohni so'kib, Muhammad sollallohu alayhi vasallam so'kayotgan bo'lsa, bu Allohning dushmani bo'lmasa, kim boshqa Allohning dushmani? Alloh taoloni so'kib turgan inson Allohning dushmani bo'lmasa, boshqa kim bo'lishi mumkin Allohning dushmani? Endi bu Allohning dushmaniga biz yaxshi muomala qilib, yaxshi gapiradigan bo'lsak, unda qani Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlik, Allohning dushmanlariga g'azab qilishlik, qani bu qalbimizdagi iymon? Shuning uchun kimda kim Allohni so'kadigan bo'lsa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam so'kadigan bo'lsa, bu inson bilan gaplashlik joiz emas, qalbida iymon bo'lgan insonga. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar. Xoh aka-ukasi bo'lsin, xoh otasi bo'lsin, xoh onasi bo'lsin, modomiki Robbisini so'karkan, olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarini so'karkan, bu inson hech qanday hurmatga loyiq emas. Balki bu inson bu hayotda yashashlikka haqqi yo'q. Shar'iy agar hokim bo'ladigan bo'lsa, bu shariatga topshiriladi, bu inson qatl qilinadi. Ko'zimizni ochaylik birodarlar. Ummat shu darajadagi holatga kelib qolishligidan Alloh va Rasulini so'kkan inson bilan qanday muomala qilish kerak deb so'ranishligi bu ummatimizda bu jaholat juda tarqab ketganligiga dalil. Ilm o'rganaylik. Mana bu Alloh va Rasulini so'kkan insonni qatl qilishlik bu kofir ekanligini haligacha bilmaydigan bo'lsak, ko'z ochishligimizga bu bir qadamdir. Alloh taolo barchamizni Alloh va Rasulini kalimasini, Allohning kalimasini oliy qiladigan, Rasulini sunnatini tatbiq qilib, ularga muhabbat qilib, Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'radigan bandalardan qilishini so'rab qolamiz. Allohu a'lam. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.